Gap bo'lishi mumkin emas borku. 124 $900 tayyor 17 sotixli kelib yashaydigan uchastka berib yuborilyapti. Ko'ringlar videoni oxirigacha. Fayzli tinch mahallada joylashgan katta yo'ldan 100 metr atrofida kirib keldik. Ko'cha tarafining fasadi taxminan 43 metr chiqyapti. Umumiy 17 sotix tayyor kelib yashaydigan uchastka. Ichki atrofini ko'radigan bo'lsak, ikkita darvoza bor, alohida bo'lib ham sotamiz deb aytayapti egalari. Darvozaxonaga bemalol 2-3 ta mashina sig'adi. Chap qo'lda alohida binolari bor. Ikkita katta zal mehmonxona va bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Asosiy bino joylashgan bo'ladi va bu yerda kladovka xona, letniy kuxnalarni ko'rishimiz mumkin. Alohida hojatxonalar joylashgan bo'ladi. Gaz, svet, suv, umuman muammosiz. Keng katta hovlisi, mevali daraxtlar, katta yong'oq daraxtlarini ekib qo'yishgan. Endi ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kiruv shunaqa keng, katta hol, studiyaning formatda zal mehmonxona qilingan. Remontlari tayyor holatda. Kelasizlar, yashaysizlar, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Birinchi katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin va alohida mehmonlar uchun katta zal mehmonxona, ketma-ket ikkita spalni yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Shu studiyaning zal orqali bu yerda kuxnaga o'tsanglar ham bo'ladi. Kuxnani ko'rasizlarmi? Ixchamgina kuxna, alohida ko'cha eshigini ham ko'rishimiz mumkin. Полностью komplekt holatda bo'ladi. Mebel, texnika jihozlar bilan kuxnaning ro'parasida bitta umumiy sanzor ham joylashgan bo'ladi. Xuddi shu joydan bo'lib beramizda, shundoq, to'g'rimi? Mana ko'rasizlar, asosiy bino joylashgan bo'pti. Bu yerda alohida bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu joydan bo'lib ham sotamiz deb aytishyapti egalari. Bo'stonliq tumani Abay MFda joylashgan bo'pti. Xullas, lokatsiya yaxshi, katta yo'ldan 100 metr atrofida kiryapmiz. 17 sotixli tayyor uchastka 124 900 ga. Pastda egalar nomer telefon qilinglar. Kelishiladigan joylar bor.